Xo'p, tug'anlar, qarangizlarchi. Hozir biz sizlarga hozir O'zbekistonda jonliqdan bilan birga bo'lishamiz. Aka, o'chirimchi. Aka, o'zlar ko'rib turganlar, bu apparat qurut chiqara turgan apparat. Sizlar endi boyagi qo'lingizlar mantib, aylantib, ma'oshib qiynalbaysizlar. Bu apparatda Allaslardagi sразу biznes boshlaysizlar. Tur aka, shunday. Xo'p, bu apparatimiz 220 ga ishlaydi. Uy sharoitida biznes boshlasa bo'ladigan uskunamiz soatiga 50 kilodan 70 kilogacha mahsulot ishlab chiqarsa bo'ladi. O'shunda примерно kunni qanchadan qanchacha ақша topsa bo'ladi? 100 dollardan ketib 500 dollargacha topsam bo'ladi? 100 dollargacha 500 dollar. Bu eng minimalga hisob kitob bilan. Ya'ni kilosiga 10 ming so'mdan, ya'ni biz O'zbekiston so'miga hisoblaganda 10 ming so'mdan foyda qolsa bo'ladi. O'ta so'mkin, tonlar. Endi bu apparat uchun aytib o'tirgan bo'lsak, tonlar qarangizlar. Qancha voltga ishlaydi? 220 ga ishlaydi. 220 ga ishlaydi. Mana ustidan keltirib yaqinroqdan tortib qo'ying. Mana ustidan o'sha yerdan qurutni salat egasizlar. Suzmani shunday qilib maydalab turib ichkari turtib tursangiz, o'sha yerdan o'tib kesib chiqaradigan bunday qilib chiqadi tonlar. Bunday kesganda bu aylanib chiqib keldi, bunday so'm bilan qurut chiqargan. Mana bitta videoda bunaqa qilsa, dumaloqligi ham normalniy bo'lgan mana. Ana aka, qarangizlar. Bu apparatga garantiya qanday? Garantiya 6 oylik servis xizmat garantiyamiz bor. Jetkirib berib, o'rnatib berib, uyratib, jaqtaricha. Xo'p, ishlab chiqarishni hamma narsasini ichida o'rgatamiz, retseptlari, hamma narsasini. Hozir biz O'zbekiston sharoitida uskunamiz 2200 dollarga ustanovka hammasi bilan retseptlarni o'rgatishi bilan ichida edi. Buni narxi tushdi hozir, tushirganmiz aksiyada. Qancha oldi? 2000 dollar. 2000 dollarga O'zbekiston ichida dastavka qilib berganmiz. O'sha ustanovka hammasi bilan hozir yana bitta yangilik qilib qo'ydik. Qirg'izistonning ichida ham ustanovka, rastamoshka, ya'ni O'zbekiston ichidagi yo'l kira, Qirg'iziston ichidagi yo'l kira hammasi 2000 dollarning ichida. Maketonni qaranglar. 2000 dollar ichida ekan. Bundan mumkin neyzi qo'ldan chiqarbash kerak-da. Qarasangiz, biznesga o'ta loyiq ekan. Olib turib boshlash kerak ekan. Bayog'i murunqidaday qo'lga mantib, qiynalmay, hozir 21-qilimda. Shunday. Turib, apparatda ishlaydi. Mana qancha vaqtda dumaloqlab bo'lishni ham mana. Qancha? Bir 7 marta, 8 marta aylantirish kerak edi. Bir minutga yaqinda 2 qurut chiqarasizda. Shunaqa. Qarangizlar aytganda, biz hozir O'zbekistonda turamiz. Andijon shahrida. Ağlarga shunday so'm bo'lgan apparatlarni o'ylab chiqib, 50 ga, 100 ga xizmat qilayotgan ekan. Bundacha aytganda, yengillashtirib, ha? Men yana bitta narsa aytib qo'yay. Apparatni olishda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Hamma juda ko'pchilik hozir mana uskuna olyapti-da, yurgizolmayapti. Yurgizolmashidan sabab endi shu sabab ham bor endi. Bu sabablar ko'p, bu sabab ham bor. Retsept masalasiga bitta e'tibor berishsin. Ya'ni men retsept o'rgataman dedimmi, oxirigacha zo'r o'rgatish kerak. O'sha narsasini men o'rgatib qo'yaman. Ya'ni bitta narsa bilan tushuntirib bera olmayman. Retsept misol uchun 50% ahamiyatli bo'lsa, uskuna ham 50% ahamiyatli. Ikkalasi bir xilda mahsulotga o'zini, sifatini, ko'rinishini ko'rsatib bera oladi. Ya'ni ikkalasi teng holatda yaxshi bo'lishi kerak. Men tushuntira olayotgan bo'lsam, agar men tushuntira olmayotgan bo'lsam, uzr so'rayman. Ikkalasi ham bir xilda sifatiga, mahsulotga, hamma narsaga o'z hissasini ko'rsatadi. Siz negiz hozir biznesning yo'lindagi ko'rsatib, qanday qilishni uyratib qo'ydingiz. Uyratib o'tkazdi-da. Retsept masalasi bitta narsani aytib o'taman. Hamma retsept. O'zbekistondagi retsept deydimi, Qirg'iziston uslubi deydimi, Tojikiston deydimi, qizig'i yo'q. Liboy retsept so'rasin, liboyini chiqarib beraveramiz. Maketonlar. Biz og'ozning telefon nomerlarini ekranga yozamiz. Ostida da yozib qo'yish yo'ldan yozsangizlar bo'ladi, chalsangizlar bo'ladi. Qandaydir bir ushul apparatlar jönünde jana ushul qurtap jönünde biznesden какой-то проблема bo'lib qolsa, chalsa barliq jag'dan sizlarga yordam beretken. Bunday insonlarni topish qiyin, negizicha. Bartang aytaverib biznes sirini. Biznes sirini aytaman degan odam ham haligi jichagina sirchasini olib qo'ygan bo'ladi. Kerakli joyini olib qo'ygan bo'ladi. O'xshaydi, mukammal o'xshamaydi. Haligi to'liq o'xshamaydi. Bir aytaylik bir 70% gacha o'xshatishi mumkin, lekin o'sha mahsulot bozordagidek bir 100% natija qila olmayapti. O'sha bunday zagruzka bo'lib to'ladi-yu. 100% o'rgatib qo'yamiz. Eng son aka, yaxshi, ushuningizdan jazbangiz, sizda bizda jalp jamoat
ушул элибизге жерибизге кызматты кыла берели, пайдабызды тийгизе берели. Эч кимге зыяныбызды кылбасак да пайдабыз тийсин, туурабы? Мынакей туугандар, видеого сөзсүз түрдө лайк басыңыз, комментарийге ой пикириңизди жазыңыз дагы. Жакын урук туугандарыбыз менен кимде ким бизнес баштайын деп атса, биз ушул курттап бизнесин силерге сунуштайбыз. Биз силерди баарыңыздарды жакшы көрөбүз.